Hammaga salom. Demak, bugun bizada mana bu gift charts degan bitta botimiz bor. Botda giftlar bo'yicha hamma ma'lumotni olsanglar bo'ladi. Xo'p, demak, men sizlarga buni silkasini описаниеga biron joyda qoldiraman. Kommentariyada kirib ko'raverasizlar. O'zlaringiz kirsanglar, o'zlaringiz qilsanglar bo'ladi. Xo'p, botda umumiy informatsiya giftlar haqida bor. Qanaqa gift, nima gift, narxlari, qanday bugun o'zgarishlar bergan, qanchaga narxi oshgan, tushgan, hamma informatsiya hamma giftlar bo'yicha. Lekin faqat kuchaytirilgan giftlar. Bu yerda telefondan bo'lsanglar, bu yerda rost, падение, то есть rost bo'yicha kim birinchi o'rinda, nima birinchi o'rinda, падение ham ko'rsanglar bo'ladi. Bu telefonda yaxshiroq. Anaqada bo'lmaydi. Xo'p, endi bu yerda servislari ham bor. Masalan, tiplovoy karta juda mashhur narsa. Endi tanigan bo'lsanglar kerak, mana giftlar bo'yicha nima qanday bo'layotganligini bilsanglar bo'ladi. Bu yerda unda настройкасы bor. Kapitalizatsiya emas, masalan, bugun desa nima uchun? 24 soat turibdi. Nedelya qilishlaringiz mumkin, oy qilishlaringiz mumkin, farqi yo'q. Изменениясini demak, qanchaga narx o'zgargan. Bu ham tonda, dollarda отдельно ko'rishlaringiz mumkin. Mana. Masalan, birthday candle'lar 8% ga narxi oshibdi. Bularni esa morojilarni 6% ga narxi tushibdi masalan. Полный informatsiya o'zlaringiz ko'rsanglar bo'ladi. Hop, dальше. Bu yerda mayli, bu haqida taqqoslash haqida ham gapirib beraman, hozircha emas, lekin market cap. Buni ham bir tushuntirib o'tamiz. Market cap kapitalizatsiyasi, giftlarni полностью kapitalizatsiyasi. Buni сразу все qilib olish kerak. Qanaqa ahvoldaligini sразу tushunish mumkin. Tonda, dollarda полностью ko'rsanglar bo'ladi. Mana, общий kapitalizatsiya hozirgi paytda. Mana. Dollarda 131 million 826 ming dollar короче tashkil etadi hozirgi paytda. Xo'p, ketdi dальше. Endi bizada keyin bironta giftni ochib ko'ramiz. Masalan, meni yoqtiradigan shlemimni. Xo'p, bu yerda сразу все qilamiz. Все degani endi полностью mana shu gift paydo bo'lganidan beri istoriyani ko'rsatishadi, ma'lumotlarni. Xo'p, bu yerdan endi anaqa grafik qilishlaringiz mumkin, lekin вообще не variant, короче, mana shu oddiysi tursin, tamom, tegmanglar, maslahat sizlarga. Полностью informatsiya ko'rsanglar bo'ladi. Masalan, vaqtida bu shlem masalan 437 ton turgan. Dollarda masalan necha pul bo'ladi bu desanglar, tonna narxi masalan bilmaysizlar, o'sha payt necha pul bo'lgan. Shuni USD qilib olasizlar, dollarda, to есть mana ko'rsanglar bo'ladi. Hop, tutib olish qiyin-da. 1300 da, 1300 dollar mana shu gift vaqtda turgan. Necha pulga sen buni olgan desanglar, sotib olgansan desanglar, mana полностью informatsiya bor. Kimga necha pulda qanaqa bo'lganligini. Xo'p, hozirgi kapitalizatsiyasi 1 million dollarlik kapitalizatsiya. Unda tonga qilsanglar, tondan ko'rsatadi mana. yarim million tonlik kapitalizatsiyasi bor. Xo'p, изначальный tiraj degani boshida ular qancha chiqqan, necha dona mana shunaqa shlemdan chiqqanligi haqida informatsiya. 8000 ta chiqqan. Xo'p, tiraj degani hozirgi paytda qanchasi mavjud, kuchaytirilsa ham bo'ladi. Mana bu yerda уже kuchaytirilgan. То есть nechtasi kuchaytirilgan? 3420 bittasi уже kuchaytirilib bo'lgan. Birinchi narxi mana. Yulduzlarda bo'lgan-a bular giftlar, yulduzlarda sotiladi-yu, birinchi narxi. Mana 5000 yulduz bo'lgan. Endi bu dollarda yozib qo'yishgan, lekin hali kuchaytirish u yo'q-yo'qlarni hisobga olishmagan. Plus minus 100 dollarlarga tushadi adashmasam. Tushgan edi. Xo'p, endi qaranglar, masalan 100 dollarga mana shu narsa menga tushgan edi. Vaqtida mana o'zlaringiz ko'rsanglar bo'ladi, salkam 1,5 dollar bo'lgan. Mana ko'rsanglar bo'ladi. 1300 dollar. Mayli, yodlaymiz. 1300 dan hozir narxi atiga 300 bo'lib qolgan. To есть juda yomon tushib ketgan desak bo'ladi. Prям 4 baravariga narxi tushib ketgan. Bunday tonga qilsak agar, qaranglar, bu yerda уже 437 ton bo'lsa agar, hozir 152 bo'lsa, 3 barobar. To есть nima uchun unaqa bo'lyapti?
То есть tonda 3 barobar narxi tushgan, lekin dollarda 4 barobar. Nima uchun? Chunki bu yerda tonni narxi qimmatlashib bo'lganda. Mana bu yerda ham qaranglar, 200 tonlik narsa-da mana ishonasizlarmi, yaqinda pul to'plab oluvdim. 220 tonga как раз oluvdim. Mana ko'rsanglar bo'ladi. 218 mana o'sha paytda oluvdim как раз. 220 tonga shlemni oluvdim o'zimni. O'shandan keyin резко tushib ketdi-yu. Bu yerda 100 endi necha pul deyapti? 137 deyapti. 137 emas, 110 tonlar, 100 tonlarga mana shu narsa tushib ketuvdi. Lekin o'sha payt tonna narxi yaqinda bo'ldi $209 chiqib ketdi mana. Ko'rsanglar bo'ladi. Mana bu yerda qaranglar. Bitta полностью bu yerda ham qo'yganman Toncoin'ni unaqa market cap'dan, Coin Market Cap'dan. Xo'p, mana bunday qilsak, полностью informatsiyani yaqinroqdan ko'rinadi. Mana qaranglar. O'zi bir tondan edi, bir narxi edi, $1 edi tonni. Keyin narxi резко oshib ketdi-yu, 209 gacha. Buni qaranglar. 209 bo'ldi mana, konkretno mana ko'rsanglar bo'ladi. Резко oshib ketdi-da o'zi ham. Shunga mana bu giftlarni ham narxi shunaqa резко tushib ketganda. Chunki tonna narxi oshib ketayotganda dollarda salgina tushishlar bo'ladi. Xo'p, mayli, endi qayg'urmaymiz, mayli. Salgina yo'qotganmiz, lekin hech qisi yo'q. Ketdik dальше. Bu yerda masalan qanchasida bo'lganini biz ko'rsanglar bo'ladi. Masalan, bu yerda ham hisob-kitob qilsanglar bo'ladi, lekin bu yerda chuqurroq informatsiya berilgan. Masalan, 42% уже kuchaytirib bo'lingan. Уже kuchaytirib bo'lgan hamma. Bir 5% ga yaqin kuchaytirilmagan, yana kuchaytirsa bo'ladi. 5% yana qo'shilishi mumkin soniga. И сожжено degani nechtasini odamlar kuydirishgan. Endi прямой перевод qilsak, agar mana bu to'g'ri aytsak agar, nechtasini odamlar yulduzga qaytarib almashtirgan. Именно 50% dan ko'pini, то есть yarmidan ko'pini odamlar bu giftni yulduzga almashtirib yuborishganda, shuning uchun ham bu juda qimmat turadi. Qimmat nima uchun? Chunki odamlar buni boshida yaxshi narx berishmadi. Yaxshi qaramadilar. Chunki odamlar nima deydi? Mana shu giftdan keyin esimda men sotib oluvdim. Bitta o'rtog'im ham oluvdi-da. Bundan keyin yana gift paydo bo'ldi. Uni ham sotib olishgan, lekin uni puli yo'q edi. Nima qildi? Mana shu 5000 yulduzli giftni sotdi. Endi kamroq salgina bo'ladi sotgan payti. Va boshqa giftlarni oldi. Lekin eng qizig'ini qaranglar. U giftlar unchalik narxiga bu daraja oshib ketmadi, lekin bu hamma buni sotdi-yu, bitta o'rtog'im emas. Juda ko'p kishi buni sotishga majbur bo'ldi, chunki bundan keyin yana bitta gift qanaqadir chiquvdi adashmasam. Aniq nomini endi ayta olmayman. O'sha payt yulduz kerak bo'lganda hammaga sotib olishga. Chunki o'sha payt любой gift olsanglar ham narxi oshib ketavergan. Любой gift. Qanaqa gift olishlaridan qat'iy nazar sizlar plyusda bo'lgansizlar. Hozir unaqa ahvol emas, lekin baribir ham chotki pul ishlasa bo'ladi. Sizlarga o'zimni misolimni keltiraman. Masalan, mana shu narsani mana $100 ga plyus-minus tushgan bo'lsa, hozirgi narxi ham, masalan, dollarda mana hisoblasak ham hozir ham masalan kayf. Endi 3 barobar qilishdan maz deyishlaringiz mumkin. Men qancha kutganman, уже 1 yilcha bo'lyapti. O'tgan yildagi gaplarni aytyapman sizlarga. Yaqinda baribir qaytarib sotib oldim shu narsani. Bularni men hali bilaman. Bu ham hali yana mana shunaqa narxlarga hali o'sib ketadi. Даже bundan ham balandroqqa ketishi ham mumkin. Так что ko'timizni qisib kutamiz. Xo'p, bu yerda yana qanaqa informatsiyalar bor? Endi kelinglar sizlarga taqqoslash haqida ham salgina gapirib bersam. Mana, сравнение degani mana shu taqqoslash. Bu yerda обычно sizlarga maslahat bir-biriga o'xshash bo'lgan giftlarni taqqoslashinglarni maslahat beraman. Masalan, Ion Game bor, mana bunaqa. И mana bunaqa Astral Shard bor. Bir-biriga juda o'xshash narsa, juda qiziq narsa bo'lgan. Buni istoriyasiga bitta qarasanglar, hop, buni qaranglar. Mana qaranglar, bu yerda ko'ki, mana bu ko'ki, bu Ion Game. Qizili Astral Shard. Endi bu narx hozir Toncoin'da. Toncoin'da turibsa, Toncoin'da chunki baribir hamma hisob-kitob bilan Toncoin'ni dollardan qilsak bo'ladi, lekin shart emas. Xo'p, qaranglar qanaqa qiziq narsa bo'lyapti. Ion Game bu yerda birinchi narxi necha pul turibdi? 37. Endi 37 emas, men esimda, o'zimning esimda. Bu giftni men 8 tondan sotib olib, 25 tondan sotganim o'zimning esimda. Mana shu Ion Game'ni endi bu yerda 38 dan boshlangan narxi. Nima uchun? Chunki bundan oldin bu gift chartimiz va bu bizani mana shu botimiz bo'lmagan. Shuning uchun qanaqadir nimadir uchun istoriyani olmagan. Undan oldingida bo'lgan voqealar deylik, mayli. Неважно. Qaranglar, qiziq narsa sizlarga. Ion Game narxini qaranglar.
41 ton bo'lgan mana. O'ng tomonda ko'rsanglar bo'ladi, 41 ton. Mana. Ko'rsanglar bo'ladi, o'ng tomonda yozilgan 41 ton bo'lgan vaqtda Astral Shartning narxini qaranglar. Salkam 20 ton bo'lgan. То есть Ion Game Astral Shartdan 2 barobar qimmatroq yurgan. Tushunasizlarmi? Endi buni qaranglar. Bu vaqtda o'tyapti. Bu yerda yana narx oshib ketyapti. Ion Game'ni qaranglar, o'sha 61. Lekin Ion Game esa, Astral Shart esa 17, 18 deylik, mayli. 18 ga salkam 60. Bu 3 barobarga o'zi farq qildi. То есть Ion Game o'sha 3 barobarga mana shu payt 29-mart 2025-yil mana pastda yozilgan. Mana bu yerda. Mana bu yerda. Mana. Narxi 3 barobar farq qilganda, то есть Ion Game 3 barobar Astral Shartdan qimmatroq bo'lgan. Keyin qaranglar, keyin резкий pump bo'lyapti. Narxlar oshyapti. Keyin buni qaranglar, ahvolni qaranglar. O'sib ketishini qaranglar. Astral Shartning narxini qaranglar. 231 ton bo'lgan. Da. Bu Astral Shart. То есть Ion Game'dan Astral Shart qizili pastda bo'lgani, buni qaranglar. 231 bo'lgan. Ion Game bo'lsa, salkam 200 bo'lgan, tushunasizlarmi? Mana shu payt Astral Shart Ion Game'ni quvib o'tgan. Shundan boshlab, endi mana shu vaqtdan boshlab Astral Shartning narxi faqat tepada yurgan. Mana qaranglar, bu qizili, o'sha mana bu yerda ko'rasizlar, bu yerda qizil pastda, bu yerda o'sha tepada. Qaranglar, ancha qimmatroq yuradi Astral Shart hozirgi paytda Ion Game'dan ko'ra. Mana qaranglar. Mana bu yerda masalan $64, 64 ton Ion Game bo'lsa, Astral Shartimiz esa 120, 123 aniqroq aytsam. 2 barobar o'sha Astral Shart oshib ketgan Ion Game'dan ko'ra. Bu yerda undan ham ko'proq farq bo'lgan, buni qaranglar. Xo'p, 190, endi mana 95, pastda 200 deylik. 200 ton Astral Shart bo'lgan, 200 ton. Mana bu Ion Game narxini qaranglar, 95. Vashshada bu o'tib ham ketgan. Ko'rasizlarmi? Juda qiziq voqea bo'lgan. Bir-biridan oshib ketdi. Chunki mana bu yerda o'zi Ion Game lider bo'lganda, oldinda bo'lgan Ion Game eskisi ham mana shu, keyin bu paydo bo'lgan. Lekin bu narsa bundan oshib ketgan. Nima uchun? Chunki bu gift o'zini anaqa auditoriyasini topgan. Shuning uchun shunaqa bo'lgan. Xo'p, ketdi. Yana qanaqa narsalarni bu yerdan taqqoslashsa bo'ladi? Masalan, uzuvlar. Endi biz uzuvlar bizda ko'p. Masalan, ring deb yozsak, mana ko'rsanglar bo'ladi. 3 ta, endi 3 ta emas, yana bittasi bor. Endi barbi ham bor. Qaranglar, mana 1, 2, 3. Xo'p, bu ikkalasini tanlaymiz, buni qoldiramiz hozircha. Mana bunisi ham bor mana. Mana. Game Signet. Qaranglar. Ko'rasizlar, mana bu bilan o'sha общий 4 ta uzuv bo'lyapti. Lekin bu yerda полный informatsiya qaranglar. Juda qiziq voqea bu yerda ham. Xo'p, bu yerdan sразу все qilib olasizlar. Unda 24 soat bo'lsa, tushunmaysizlar-da. Bugungi bu mana voqeani ko'rsatganda, mana bu yerda 1 haftalik voqealar ko'rsatilgan. 1 oylik, 3 oylik, 6 oylik va полностью. Bu yerda 1 yillik emas, bu yerda полностью. Прям boshidan boshlangan, qaranglar. Xo'p, qizili Signet Ring eng eskisi. Eng eskisi mana ko'rasizlarmi, 10 ton bo'lgan mana bu paytda. Men esimda. Qarang, sразу bitta sizlarga maslahat. Odamlar aytishadi-yu, yulduz tashab auksion qilishadi, yulduz tashanglar, gift beramiz deb aytishadi. Qilmanglar. Realni aytaman, auksionlarga umuman ishtirok etmanglar. Nima uchun? Mana shu paytda Game Signet, mana shu gift, mana shu gift, mana shu payt ko'rasizlar 10 ton turgan. 10 ton turgan paytda men jinniga o'xshab o'sha payt kuyib qolmay deb auksionni 30 tonga olganman. Majbur bo'lganman olishga, tushunasizmi? Atmay bo'lmaydi bu narsani. Yo pullaringiz kuyadi, yo olishlaringiz kerak. Tushunasizmi? Men 30 tonga olganman. То есть 3 barobar qimmat turib olganman bozor narxidan. Bu vashsha yomon narsa-da, tushunasizlarmi? Qilmanglar, umuman ishtirok etmanglar bunaqa narsalarga, tamom. Xo'p, ketdi dальше. Endi chuqurroq gapirib bersam, nima bo'layotganligini. Qaranglar endi. Qizilini aytdim, Signet Ring, Coca Bonded Ring, mana bundan ham menda bor edi va Game Signet. Bundan lekin yo'q menda. Xo'p, mana qaranglar. Bu yerdan mana bu aftdan boshlaymiz mana. Hammasi mana shu yerda bo'lgan. Mana bu vaqtda. Vaqtini ko'rish uchun salga pastroqga tushamiz. Bunday qilib mana. Endi o'rtacha bo'lmayapti, mayli mana. Xo'p, mayda ekan, 25-yil, mayning oxiri, mayli. Xo'p, qaranglar endi. Narxlarga e'tibor beramiz. Juda yaxshi e'tibor beringlar narxlariga. Har bitta giftni qaranglar.
Eng eski uzuk, to есть Signature qizilini qaranglar, narxi 20 tom bo'lgan salkam. Keyin Bond ringni narxini qaranglar, 36-37 tom bo'lgan va Game Signet 51 ton bo'lgan. Endi qaranglar, narx oshayotganini qaranglar. Резко oshyapti. Menda mana shu yozda esimda juda yaxshi oshib ketuvdi. Как раз qaranglarda, bu shunday may, ko'rasizlar, may. Hozir ham may. O'tgan yili mana shu yozda ko'rasizlar, hamma giftlar mana shu yozda mana shunaqa pamp bergan narxlari o'sib ketgan. Как раз shu yozni ham, mana yoz boshlanyapti, как раз yana. Hozir ham biz mana shu maydamiz. Biz mana shunaqa oshishini yozda kutyapmiz как раз. Xo'p, o'tgan yilnikiga o'xshab. Mana endi narx oshishini ko'ramiz mana. Hammasini tepasini tutib oldim. Mana qaranglar endi. Signature ring. Necha pul bo'lgan? 55. Mana 10 tomonga qarasanglar, men hozir qimlat olmayman. 55, 56 salkam ton bo'lgan vaqtda. Endi qaranglar, bu nechidan? 18dan 55. Bu 2,5 barobar plus minus ko'tarilgan. Endi keyingisi bu Signature ringni ko'rdik. Endi ko'kini ko'ramiz, Bond ringini. Xo'p, mana bu yerdan tutib olamiz. Mana 38 deylik. 38 da endi buni qaranglar. Buni qaranglar, narxini qaranglar. 216 ton, ko'rasizlarmi? 216 ton, 216 ton 38 dan. Tushunasizlarmi? Bu men buni hisoblash ancha qiyin-ku. Вообще bu ko'tarib ketish, u realni aytaman. Вообще bu qancha bir 6-7 barobarga ko'tarib ketganda narxi, tushunasizlar? Endi uchinchisi Game Signet 50 ton boshida bo'lgan, yashilni aytamiz, endi tepadagini 50 ton bo'lgan. Tepadagisi bunday tutib olsanglar, ko'rasizlar mana 240 ton bo'lgan. Salkam 5 barobarga mana shu narsa ko'tarilgan. Baribir ham eng ko'p xlar bo'yicha mana bu narsa baribir, mana bu Bond ring ko'ki lider. То есть 36dan 37 tondan necha edi? 216 ga ko'tarib ketgan. Bu вообще dahshat rezultat bor-ku. Endi eng qizig'ini qaranglar. Mana bu payt plus minus hammasi bir xil edi. Mana bu yerda juda katta farqlar bo'lib ketgan. Chunki qaranglar, mana bu yashil, mana bu ko'k, mana bu yerda qizil вообще pastda oqib ketgan, ko'rasizlar? Endi eng qizig'ini qaranglar, shuncha o'g'otyapti. Qaranglar, уже sekin-sekin hammasi ham normal bo'lib kelyapti. Hozirgi payt mana biror narsani eslatyaptimi? Mana bu narsani eslatyapti, mana qaranglar. Ko'rasizlarmi qanchalik o'xshaydi, mana qaranglar. To же самое mana. Bir xil mana, hammasi уже spokойно bo'lib, bir-birini narxi sekin yaqinlashib, bir-biriga kelyapti. Yana mana bu voqeani eslatyapti. Как раз shu yil, shu yozda mana shunaqa pamp biz kutyapmiz. Shuning uchun biz maksimalniy gift bor pulimizga sotib olishga harakat qilyapmiz. Realni aytaman sizlarga. Mana shunaqa bizda hozir voqea. Bu yerda akkaunt ham bor, ketdi dalshi. Xo'p, akkaunt. O'zlaringiz profillaringiz, lekin bu yerdagi imенно narsalarga ja e'tibor berishlaringizni anaqa qilmayman, chunki bir xil giftlarni yaxshi hisoblanmaydi. Masalan, bular to'g'ri, masalan, mana shunaqa narx turadi mana. Yodingizda to'g'ri. Lekin bir xil giftlarning narxini noto'g'ri hisoblagan. Masalan, hozir sizlarga aytaman. Mana bu nima edi? Mana bu, masalan, oddiy misol. Bu gunmetal plus modeli chiroyli, mana bular bilan bir xil tura olmaydi bu narsa. Bu juda qimmat narsa, ularga qaraganda bir ancha qimmat turadi. Bitta misol. Ketdi, masalan, cake, homemade cake. Mana buni o'zi qimmat, bir 4 tonna atrofida turadi, mana shu giftning o'zi. Endi realniy narxidaman. Nima uchun? Chunki foni ham sariq, amberu. Qimmat fon, yaxshi fon hisoblanadi. Modelkasini ham qaranglar, sap-sariq. To есть qo'shilib ketishlari bor. Shunga bu 4 ton turadi. Bunisi esa qaranglar, bu yerda уже Onyx Black bu fon. Tushunasizlar? Bu qora fon. Yana buni qaranglar, oq-qora bo'lib yotibdi, ko'rasizlar, modelkasi. Shunga bu giftning narxi, realni sizlarga aytaman, taxminan 40 tonna atrofida turadi. Mana shu gift. Bu narxni hisoblashni qaranglar. Nima demoqchiman? Narx hisoblashiga bunga unchalik e'tibor bermaymiz. Agar giftlaringiz oddiy bo'lsa, modeli takoy, unchalik yaxshi model bo'lmasa agar bo'ladi. Даже mana bu dollarda ko'rsanglar ham bo'ladi, lekin bu to'g'ri informatsiya birga bir bermaydi. Agar oddiy giftlar bo'lsa agar, menga o'xshab qimmat redki modellarni yig'masanglar, shunaqa. Lekin yig'sanglar, masalan, santaxetlarni qaranglar, narxini qaranglar qanaqa hisoblangan. Bular 30 ton turadi. Mana bu 30 ton turadi. Bunisi вообще 50 ton turadi. Realni aytaman, mana shu gift 50 ton turadi, mana qaranglar. Qora fonda qop-qora gift 50 ton turadi. Buni qaranglar.
2 hisoblagan. Hech qanaqa 2 emas. U даже 30 emas, 25 tasam ham moment olib ketishadi 25 tomga mana shu giftni. Xo'p, men endi nastroykalari yo xohlasanglar qilishlaringiz mumkin. Til, valyuta, anoyi valyuta. Endi to'ndirgani yaxshi, chunki baribir hamma narsa tonda bo'ladi. Vроде bo'ldi. Hamma narsani bitta izbirini qilishlaringiz mumkin. Yetib chiqdim. Bo'ldi. Endi полностью bu yerda hamma giftlar bor. Faqat kuchaytirilgan giftlar. Vроде bo'ldi. Hamma narsani gapirib berdim. Oxirida bizning kanalimiz haqida ham unutmanglar. Genius Trade. Bu yerda masalan yaqinda mana bu giftlarga kuchaytirish chiqadi va bu Redo, bu doskaga va ochkiga yaqinda ulучшениялар chiqadi. Lekin menda bu giftlardan yo'q. Yomon alam qiladi. Menga baribir, chunki bularning hammasi ishonasizlarmi yo'qmi, sразу aytaman oldinda bu giftlarni hammasi minusga sotiladi. Konkretno 100% garantiya. Qo'shimchadan xohlasanglar kriptovalyuta bo'yicha ham, Bitcoin bo'yicha, Ethereum bo'yicha ham qo'shimcha informatsiyalar berib ketamiz. Endi bizlarni mana bu полностью Genius Trade katta proyekt bu. Unutmanglar, bu yerda вообще kanallar ko'p. Qaranglar, bu yerda masalan kanalni gruppasi, marketda o'zlaringiz oldi-sotdi qilsanglar bo'ladi. O'zlaringiz masalan qaranglar, har xil narsalar o'zlaringizni xizmatlaringizni taklif qilsanglar bo'ladi. Stikerlar, username'lar, giftlaringizni DNS haqida ham hali gapirib beraman keyingi videolarga. Asosiysi bolalar qo'llab quvvatlaymiz, tushundingizlar? Maksimalni podдержка qilish kerak-da odamni hozirgi paytda, chunki endi boshlanyapman. Xo'p, ketdi. Store. Endi bu faqat bizning anaqa do'konimiz bo'lyapti. Bizdan faqat narsalar bo'ladi, mana bu narsalar. Bizning servislarimiz Garant, Telegram adresi sizlarga hozircha kerak emas, USDT, Stars, Telegram Premium va hokazo. Bo'ldi, man sizlarga вроде hamma narsa haqida gapirib berdim. Hammaga katta rahmat. Ko'rishguncha, asosiysi bolalar podдержка. Komment yozinglar, like bosinglar. Hammanglarga katta rahmat.